Men Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan keldim. Menda shu lanjlik bor edi. Gepatit B virusini yuqtirib olganman ekan. Qorinlarimda ish bor edi, oyoqlarimda ish bor edi. Mana shu Family Doctors klinikasini YouTube'larda izlab topib, mana shu yerlarga keldim davolanishlik uchun. Bu yerdagi xodimlar, hamshira opalar, Asilova Mahoy opa, Asilova Malika opamlar nihoyatda yaxshi qarayaptilar. Bu yerdagi sanitarkalar nihoyatda qo'llari yengil ekan. Farroshlar, sanitarkalar o'ta muomalalari joyida, oziq-ovqatlari, sharoitlari nihoyatda yaxshi ekan albatta. Shu yerda men mana 8 kun bo'ldi, o'tgan payshanba kuni kelgandim. Rosa 8 kunda juda o'zimni yaxshi his qilyapman. Qorinlardagi suyuqliklar yo'q, ishlar yo'q, oyoqlardagi ishlar qolmadi umuman. Nihoyatda o'zimni yaxshi his qilyapman hozir. Family Doctors klinikasiga davo topishlik uchun kelishlaringni taklif qilaman, tavsiya qilaman.